Xo'sh, ko'raylikchi. Vino, shakar, ijtimoiy tarmoqlar, seriallar, video o'yinlar, shopping va kofe. Men sizlarni bu yerga yig'ganim sababi ish unumdorligi 100% ga kamaydi. Qorin aylanasi 500% ga oshdi. Qizim bilan oramiz buzildi. Shifokorim qattiq taqiqlar qo'ydi. Kechirasiz bolalar, lekin bunday ko'p yomon odatlarni ushlab tura olmayman. Shuning uchun men hammangizdan qutulishim kerak. Bittangizdan tashqari, men sizlardan faqat bittangizni qoldirishim mumkin, lekin qaysi biringizni bilmayman. Shunday ekan, so'ylang. Iltimos, meni tanlama azizim. Axir men sen uchun dopaminman, seni baxtli qilaman. Ha, lekin sen meni semirtiryapsan. Qo'ysanchi, ozgina ortiqcha vazn bo'lsa yomon bo'lmaydi. Tasavvur qil, tushlikdan keyin bitta kola bilan muzqaymoq. Men jiddiy aytyapman. Qani, gapiringlar. Vinoni otib ham seni semirtiradi. Video o'yinlar haqida nima deysan? U seni ko'zingni xira qiladi, asabingni buzadi. Shoppingni yo'qot. Zo'rg'a yig'gan pullaringni sarflash bilan ovora. Meni otib qo'ya qoling aka. Men bunga loyiqman. Lekin nega? Bilmadim aka. Qolishga munosib emasman deb o'ylayman. Men sizga ozgina kuch beraman, lekin shu qilgan ishimga ko'p pul olaman. Sen oramizda eng arzonisan-u. Men sendan 10 barobar ko'proq pul sug'urib olaman. To'g'ri aytasan. Men buni hech ham o'ylamagan ekanman. Lekin sizga boshqa narsalarni Sen meni o'lay deb topgan pullarimni yeb bitirding, yaramas. Endi mening navbatim. To'g'ri, shu yigitni otish kerak. U juda o'ziga o'rgatib qo'yadi. Shuni aytaman-da. Keyin bir chashka kofe tayyorlash uchun juda ko'p vaqt talab qilishim mumkin. Ko'p vaqt? Yo'q. Mana bema'ni seriallarni ko'rish ko'p vaqtni yeydi. Bitta qismini ko'raman deb o'tirasan, lekin hammasini tugatmaguncha turmaysan. Yaxshi sifatli serial bo'lgani uchun-da, to'g'rimi? Shunchunday. Aka, o'ldirib qo'ya qoling meni. Men sizga bosh og'rig'i, ich ketishi, uyqusizlik berishim mumkin. Ana, ko'ryapsizmi? U siz sog'lig'ingiz uchun zararli narsa. Allaqachon undan qutulish kerak. Kuylamashi. Sen depressiyani qonisan-ku. Sen o'zingga qara. Jigarni yeb bitirasan-ku, alkash. Kasalliklar jonga tegdi. Sog'lig'im bilan o'ynashdan charchadim. Ijtimoiy tarmoqlar va kofe. Hey, men senda qolgan yagona o'yin kulgiman. Serial yoki video o'yinlarsiz bo'sh vaqtingni qanday o'tkazmoqchisan? To'yib, kofe ichish bilan. Yaxshi, do'stim. Sen meni eng yaxshi odatim bo'lib chiqishingni kim o'ylab? Juda xursand bo'lmang aka. Meni bir do'stim bor. Unga ham o'rganib qolsangiz, ish unumdorligingiz ham oshirib yuboradi. Ishonavering, u bilan oshna tutganlar hali kam bo'lgani yo'q. Kim ekan u? Salom, tanishganimdan xursandman. Mening ismim Janob Ish. Avvaliga kuniga 10 soatdan boshlashimiz mumkin. Undan keyin umringiz oxirigacha birga bo'lamiz akajon.